Undaq bo'lsa Dolqun efendi, ham siz oldi bilan mushqatimliq yig'in haqida bir uchur bersangiz. Birleşken Devletler Teşkilatı İctimai ve İqtisadi Komitetininki 2001 yılı qurgan muşu yerlik milletlerinin hak hukukunu qandaq qo'g'daydigan, shularning hak huquqlarida qandaq problemlar bor. Shuni asosiy maqsad qilish bilan qurilgan bir munbar bu. Buningki bu qatim ichilgani 16-qatimligi. 2001 yılı başlangan, demek 16 qatim qilgan. Bu yig'inda Uyg'urlar diyori yoki Uyg'urlar haqida bir so'z bo'ldimi? Albatta, bu yerda biz shu yig'in qatnashishimizning asosiy maqsadi shu Sharqiy Turkistonda Uyg'ur xalqi yerlik bir xalq, Sharqiy Turkistonning yerlik xalqi. Endi bu yerlik xalqlar, yerlik millatlar degan vaqtida ba'zi insonlar bu yerlik millatlar munbiri xuddi Amerikadagi indiyalarning manfaatini qo'g'daydigan va yakimiz Avstraliyadagi obrijinlarning huquqini mushundaq shaklda tushunda. Amaliyotda ham yerlik millatlar deydigan bizning bilishimizcha va xalqaro tadbir bir millatning o'ziga xos territoriyasi bo'lgan va bu territoriya boshqa bir millat tarafidan mustamlik qilingan, besverilgan ve o'ziga xos tili, madaniyati bo'lgan va uni yoshitib kelayotgan. Mushlar xalqlar endi umuman bo'yicha yerlik millatlar atildi ekan. Albatta Sharq Turkiston xalqimi bugun shu territoriya bo'yicha qilsak Xitoyning mustamlikasida yashayotgan bir millat, o'ziga xos territoriyasi bo'lgan ve o'ziga xos madaniyat, urf-odat, tillari bo'lgan, ammo mushlarning hammasi mustamlik bir hokimiyat tarafidan assimilyatsiya qilinayotgan yoki talon-taroj qilinayotgan bir. Biz shu statu bilan mush yig'inga qatnashib, mush Uyg'ur masalasini mishada kun tartibga keltirish, Sharq Turkistonda xalqlarning til jihatda, madaniyat jihatda, din jihatda qanday huquqlarni defendlanib qolayotganliklarini mishaga munbarning diqqatini tortish maqsadi bilan keldik. U yerda masalamizni o'tirib qo'ydik. İctimai aloqa vositalarida shu yig'in boshlanib bir necha kun bo'lganda sizning yig'inda so'z qilishingizni cheklaganligi haqida bir uchur taqilib yuribdi. Buning nima sabab bo'ldi? Endi Xitoy hukumati bugun iqtisodiy kuchi bilan dunyoning hamma yeriga qo'l tiqib, yolg'iz bu Sharqiy Turkistonning o'zidan shu Uyg'ur faoliyatchilariga, mayli diniy odamlarga bo'lsin, bo'layotgan ziyonkashlik, ya'ni Sharq Turkistonning ichidan cheklanib qolmadi. Hozir sirtqimi kengayyotir. Xitoy hukumati Birleşken Devletler Teşkilatı'da Uygur ve Tibet faoliyatçılarının qatnashishini oldini olish uchun kotibotlikqa besim qiladigan birdan-bir davlatgan, birdan-bir hukumatgan endi. Xitoy buni davomli qilib kelyotdi. Bu tunji qatim biz bu yig'inga qatnashdik. Xitoy hukumati yig'in ochildi. 26-da yig'inning 3-kunsida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın soqchilari shu bizga kelgan bir nima bor? Bexatarlik nuqtai nazaridan sen bu Birleşken Devletler Teşkilatı yig'inidan ayrılishing kerak dedi. Sababini desak, bu bexatarlik sababi dedi. Bu yig'inni birlashtirgan xalqaro tashkilotlar bo'lsin va Jenevadagi kishilik huquq oliy komissarlarining ishxonasi bo'lsin masalani ma'lum qildik. Ularni bular bilan aloqa qildi. Bu masala yechilgani yo'q. Ammo deganidek Xitoy ashna bir besim qilgandan keyin, cho'ng bir davlat bo'lgandan keyin ular bizning kimligimizni aslini bilmay, meni yig'inning 3-kunsi sen bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'inidan ayrılsan deb meni majbur yerdan chiqaribdi. Ama bu diğerlik bizim Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yig'iniga qatnashish huquqimiz tugadi deganlik emas. Biz chiqib ketdik, ammo Dunyo qurultiyining yerdagi muavir raisi Ömer Kanat efendim yana davomli qatnashib bu yerda bayonotlarni berdi. Hamda Ömer efendim, sizningcha Uyg'ur vakillarining mushundaq bir yig'in qatnashishining qanday bir ahamiyati bor? Ko'p rahmat. Bayam Dolqun deb o'tgandek, bu biraz avval shu yig'in haqida biraz tushuncha beraylik. Bu yig'in Bayam Dolqun degandek, ya'ni yerlik millatlar vakillarininki yig'ini. Yani bu yerda necha yuzlagan yerlik millat kelib bu yerda o'zininki dardi davosini, o'zininki uchrayotgan qiyinchiligini, hokim davlatning qilayotgan besimini, uni hammasini bu yerda xalqaro jamoatga shundoq bir xalqaroliq bir platformda uni fosh qildi. Shuning uchun buning ahamiyati shu. Chunki bu yerda shu bayam deb o'tgandek ijtimoiy iqtisodiylik komitetiga a'zo necha o'nlagan davlat va u davlatlarning vakillari bor. Uning sirtida necha yuzlagan kishilik huquq va hukumat tashkilotlarning vakillari bor. Shuning bu nihoyat ahamiyatli bir minbar. Bu minbarda so'z qilish orqali, bu yerga qatnashish orqali bu yerda kelib masala hal bo'lib ketmaydi albatta. Lekin mushada so'z qilish orqali o'zimizning da'voyimizni, o'zimizning masalasini ham o'zimizning xalqini bütün aşağı qatnashgan necha yuzlagan xalqaro tashkilot, necha o'nlagan davlat, uningdan
necha yuzlagan yana yerlik millatlarga o'zimizningki davosini anglatishdan iborat. Ya'ni bu yer qatnashishning ahamiyati shu. Bu yig'in jarayonida sizga Uyg'urlar haqida so'z qilish fursati bo'ldimi? Bu yerda bu ham Dolqin degandek, Dolqinni u yerga qatnashishni albatta to'sqinlik qilib Xitoy hukumatining bisimi bilan Dolqinni qatnashtirmadi, lekin men qatnashgan bilan men birinchi shu 26-yilda bizningki ham bu yerda har millatningki shu qatnashgan yerlik millatning 3 minutlik haqqi bor, so'z qilish haqqi bor. Shu haqqimizdan foydalanib biz bir bayonot nima qilib qo'ydik, tayyorlab qo'ydik. Bu bayonotning mazmuni o'sha yaqinqi bisim Xitoy hukumatiningki o'sha yangi partiya sekretari kelgandan beri Sharq Turkistonda ilib berayotgan siyosiy, xalqqa ilib berayotgan zulmi, bisimi, shuni butun o'ttirib qo'ydik bu yerda. Undaqda bu yig'inni uyushtirganlar sizga besim qildimi? Dolqin u nimadan chiqib ketgandiki, men aslan shu kuni 26-yilda so'zlatdim, lekin u yig'inni boshqarayotgan bosh kotiblik, ya'niki bu mening ismimni o'tib ketdi, mening ismimni chaqirmadi-da bu yerda. Hayron qoldim, men undan keyin saqlab turdim, balki 1-2-3 nimadan keyin kelar deb. Yana qarasam ismim o'qilmagandiki, aniki men berib o raislikka berib dedim, meningki ismim bu yerda, mening ismimni o'qimay o'tib ketdingiz desam, rais nima qilibsan, Uyg'urmi dedi. Ha, men Uyg'ur desam, qapimma shundaq bir bizga bisim bor dedi. Qanday desam ekan? Shukurdim, biraz bisim bor Xitoy hukumatining nimasi bilan shuning bilan sening ismingni berdi. O'qiyolmay qoldik bugun dedi. Uning bilan men bir munozara qildim. Sen bu yerda mushu yerlik millatlarningki munbirimi emasmi bu? Biz mishada o'zimizningki davosini demasak qayerdaymiz? Qanday bu qonunsizlikmi emasmi? Nima deb buningga sizlar bu meningki ismimni otlab o'tib ketsa, meningki haq huquqim mushu, haqqim mishada buni qilish desam, u dediki, men bu sana istaşlık kılman dedi. To'g'ri, seninki dedi, da'vat qilgan %100 haqlisan dedi. Lekin dedi, bu bisim yuqurdim bo'lyapti. Shuningga garchi ismini o'chirib degan bo'lsin, men sening ismingni o'chamadim dedi. Aras, sizning so'z qilish navbatingiz qanday olib ketdi? Lekin men o'qilamda, o'qimamda ismim deb yursam, birdan qarasam mening ismimni o'qiyapti. Shundan keyin o bayonotimizni o'qidik. Nayta olqishga erishdi bayonotimiz. Bayonotimizga andigan Xitoyninki u yerdagi vakillari, BDTdagi vakillari u yerda javob berdi. Garchi ular biz menning deganimga ta'tirim dedi. Albatta mening gapimni rad qilib, asossiz ayblayotdi. Undaq ish yo'q. Uyg'urlarning haq huquqiga manda hurmat qilyapmiz, anda hurmat qilyapmiz dedi. Ba'zi odamlar u yerda kulishdi hatto. Ammo u yerim bir janggoh bo'pti-da. Shu orqali bir necha minutlab, ya'ni Sharq Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi shunda xalqaro minbarda munozara qilindi. Hamda bizningki tutgan yerimiz shu. Ya'ni nurg'unlagan, balki minglagan inson, asha qatnashgan yuzlagan xalqaro tashkilot, undan shundaq yerlik millatlarning vakillari va shu yerga a'zo bo'lgan davlatlarning vakillari Uyg'ur masalasini yana bir qatim u yerda angladi. U yerda Uyg'ur masalasining Uyg'urlarning hozirgi vaziyati haqida ma'lumotga ega bo'ldi.